Talaba qaysi kursdan boshlab amaliyot qilish kerak degan savol. Talaba birinchi kursdan boshlab amaliyot qiladi. Tibbiyot kasbiga kirish fani bor. Tibbiyot kasbiga kirish fanida talaba birinchi kursdan boshlab bemorning oldida ishlaydi. Birinchi kursda nima ish qiladi degan savol. Birinchi kursda o'sha og'ir yotgan bemorni tagliklarini o'zgartirish, ularni kiyimlarini almashtirib qo'yish, ularni ovqatlantirish, ularga boshqa bir gigiyenik vositalarda yordam berish kabi vazifalarni talaba birinchi kursdan boshlab o'rganadi. Ikkinchi kurs talabalarining amaliyoti bevosita hayvonlarda boshlanadi. Ya'ni fiziologiyada o'sha biz yoshligimizda o'qitgandek, bu yildan boshlab mana misol uchun qurbaqalarda, kalamushlarda o'zini demak tajribalarini o'tkazadi va biologik kimyo, mikrobiologiya fanlarida laboratoriya ishlarini bajaradi. Bu albatta amaliyot qismini o'ziga hajmiga egallaydi. 3-kursdan boshlab 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi kurslarda talaba bevosita simulyatorlarda o'zini amaliy ko'nikmasini bajaradi. Tibbiyot universitetida bugun simulятsion ta'lim yaxshi yo'lga qo'yilgan. Mana shu simulyatorlarda amaliyotni bajaradi. 4-chi, 5-chi, 6-chi kursda esa bevosita simulyatorda bajargan amaliy ko'nikmalarini bemorlarda, demak o'sha bemorlarni kuratsiya qilgan payti ko'rikda demak bevosita ishtirok etadi.